Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Azizlar, o'zingizga sir emas, oxir paytlarda yeb ichar masalasida juda ham chuqur ketib qoldik. Haddan tashqari ko'p yeydigan bo'lib ketdik. Sizlar hozir negativlarni ham bir yog'dirishinglar mumkin bo'ladi. Hamma ham emas, lekin aksariyat insonlar hayotimiz texnika texnologiyalar hisobiga hayotimiz yengillashdi, jismoniy harakatlar kamayib, biz o'rnimizga o'sha texnika shu ishlarni vazifalarini bajaryapti. Ayniqsa mana qaranglarki, ayollarning o'sha ishlari, yumushlari juda ham yengillashib ketdi. Kir mashinalar deymiz, pillesoslar deymiz. Demak, o'sha farzandlarimizga tayyor pampers olib kelishimiz va bundan tashqari hozir o'sha taom pishiradigan bo'lsak ham yarim tayyor mahsulotlar shuni olib kelasizlar. Masalan, qo'yib o'sha nimalarga, duxovkalarga, boshqalarga qo'yib qo'ysanglar bo'ldi, doim bir arzimagan vaqtda ovqat tayyor bo'lyapti. Undan xamir yoyish, nari beri degan qiyinchiliklarni talab qilmayapti. Va undan tashqari o'sha ko'chada taomlanadigan oshxonalarimizda ham hammasida emas, lekin ko'pida o'sha taomlarda kimyoviy moddalar juda ham ko'p qo'shib nima qilinyapti. Ana shu oqibatida shu narsani iste'mol qilar ekanmiz, bizga nima bo'lyapti? Jismoniyatimiz oldingi nisbatan ko'proq dardga chalinadigan bo'lib qoldi. Xususan, deylik, o'sha qon quyullash oqibatida yuzaga keladigan kasalliklar, oshqozon, o't yo'llari, yo'g'on-ichak faoliyatlari, mana muammolar ko'payib ketgan, qand kasalliklari ko'payib ketdi, qon bosimi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar ko'payib ketdi. Ularning zamirida nima yotibdi? Ularning zamirida kam jismoniy harakat va ko'p taom yeyish. Bo'lib ham taomni o'sha kimyoviy moddalarga to'yintirib tashlaganidan ko'p iste'mol qilish. Endi buni sir emas, mana juda ham ko'pchilik bu haqida gapiryapti, o'sha fast foodlar deymiz. Fast fooddan tashqari boshqa o'sha taomxonalarda ham kamida kirib foydalanib turamiz yo'l-yo'lakay. O'sha yerda ko'p sezib qolaman, o'sha margarinlardan, har xil trans yog'lar deymiz. Shu narsalardan ko'p foydalanadi. Mayli, nima bo'lganda ham azizlar, sizlardan iltimos qiladiganimiz, hayot tarzingizdan kelib chiqib turib taomlaninglar. Ko'p taom jismoniyatga faqat zarar keltiradi. Buni unutmanglar. Endi taomdan zarar ko'rmaslik uchun nima qilish kerak desa, bilasizlar, kamina ko'pchilikga shu olma sirkalarini tavsiya qilaman. Va shu bilan birgalikda azizlar, mana Ramazonga ham sanoqli kunlar qoldi. Ramazonning oxirida foydalanib qolinglar va kelajakda ham haftani bir kun, ikki kunini ro'za tutish bilan o'tkazinglar. Va albatta, agar bu narsa sizlarning kasb-koringizga shu narsa to'g'ri kelsa, jismoniy zo'riqishda ishlaydiganlar bunga bir narsa deya olmaymiz, to'g'risi. Lekin aksariyatimiz, yana bir qaytaraman, texnika texnologiya rivojlangani hisobiga hayotimiz ancha yengillashib ketdi. Shu o'rinda aziz ayollar, uyda domda yashaydigan ayollar, sizlarga bu qat'iy talab desak ham bo'ladi. Endi tavsiya-ku, bir iltimosimiz desak ham bo'ladi. Ana o'sha kunlik ratsioningizga iloji boricha ko'kat ko'proq qo'shinglar. Qaynatilgan, parlangan, dimlangan ovqatlarni ko'proq qo'shinglar. Qariyalarga ham mana shu narsalarni beringlar, yosh bolalarga ham. Ko'katdan ko'p foydalanish bizani hazm, yo'g'on-ichak faoliyatimizga juda ham ijobiy ta'sir qiladi. Bunga misol o'sha ich qochishlar ko'payib ketdi-da. Ko'kat esa shu ich qochish oldini oladi, ya'ni hazm jarayonini yaxshilaydi. Ancha ko'p iste'mol qilsanglar. Mana hozir ko'kat mavsumi keldi. Shu bilan ketdi qishgacha. Endi qishgacha deyman-u, qarangki, o'sha O'zbekistonimizdagi shunchalik darajada rivojlanish kuchli bo'lib ketdiki, yili bo'yi ko'kat bor. Yili bo'yi o'sha nimalarimiz bor. Mevalar bor. Olmalar misol uchun. Olma deydi, har kuni kechpay ovqatlanib bo'lgandan keyin yochishdan yarim soat oldin, ovqatdan keyin 1 soat, 1,5 soatdan keyin bir dona olma yeb yotgan odam deydi, yosharadi deydi. Rangi haligi nima qiladi, tiniq bo'ladi deydi, tanasi yosharadi deydi, sog'lomlashadi deydi-da. Mana bunda ham bu gaplarning zamirida ham gap juda ko'p azizlar. Xullas, tabib o'laroq siz azizlarimizga bugun iltimosimiz, taomingizga e'tibor bering. Oshqozoningizni nima bilan to'ldirayotganingizga e'tibor bering. Sog'lom bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, kommentariy qoldirsanglar, xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum.